Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy, jismoniy, estetik va mehnat tarbiyasida tabiatning tutgan o'rni. Bilamizki, maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy, jismoniy, estetik va mehnat tarbiyasida tabiatning o'rni beqiyos hisoblanadi. Buni chuqurroq tahlil etadigan bo'lsak, tabiat bu faqat atrofdagi muhit emas, balki insonlarning ichki dunyosini shakllantiruvchi, uning har tomonlama rivojlanishiga turtki beruvchi muhim bir ta'sirchan vositadir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning hayotida tabiatning o'rni beqiyos bo'lib, unda jismoniy hamda ma'naviy rivojlanish asosiy manbalari sifatida ko'rishimiz mumkin. Aqliy tarbiya bu tabiatning roli. Maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy rivojlanishda tabiatni o'rganish orqali ko'plab bilimlar oladilar. Tabiatdagi turli xil o'simliklar, hayvonlar va boshqa elementlar bolalar uchun tabiatshunoslik, biologiya, ekologiya fanlarining boshlang'ich asoslarini o'rganishga imkon yaratadi. Tabiatni aqliy tarbiyada tutgan o'rni. Kuzatish va taqqoslashlar shuni ko'rsatadiki, tabiat bolalarga kuzatish va taqqoslash ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi. Masalan, o'simliklar va hayvonlarni o'rganish, ularning rivojlanishi jarayonlarini kuzatish bolalarda tabiiy hodisalar va jarayonlar haqidagi tushunchalarni hosil qiladi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga aqliy tarbiya berishni to'g'ri tashkil etish uchun ularning aqliy rivojlanish qonuniyatlari va imkoniyatlarini bilish kerak. Aqliy tarbiyaning vazifasi uning mazmuni, metodi va tashkil etishiga qarab belgilanadi. Demak, aqliy tarbiyada birinchi navbatda kreativ fikrlash. Bolalar tabiatni kuzatishda, ularning turli xil xususiyatlari va o'zgarishlarini tahlil qilishda kreativ fikrlashni rivojlantiradilar. O'simliklarning o'sish jarayonlarini, hayvonlar va qushlarning yashash tarzini o'rganish orqali ularni mustaqil fikr yuritishlari albatta o'rganib borishadi. Matematik bilimlar. Tabiatda turli xil o'lchovlar, vaqt, shuningdek o'simliklarning o'sish tezligi kabi ko'rsatkichlar mavjud. Bolalar bu ma'lumotlarni kuzatib, oddiy matematik hisob-kitoblar qilish orqali matematik bilimlarni o'rganib oladilar. Jismoniy tarbiya va tabiatning roli. Bilamizki, bolalar jismoniy rivojlanish uchun tabiatni muhim o'rin tutadi. Tabiatdagi faoliyatlar bolalarning sog'lom, jismonan rivojlanishiga, mushak tizimlarining mustahkam bo'lishiga va o'ynash orqali ularni o'sishiga yordam beradi. Tabiatning jismoniy tarbiyadagi ahamiyati. Tabiatni o'ynash va jismoniy faoliyatlar. Tabiatda bolalar uchun harakat qilish, yugurish, o'ynash, tashqariga chiqish imkoniyatlari mavjud. Bu faoliyat bolalarda motorikani, koordinatsiyani, muhim rivojlanish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Tabiat bilan bog'liq sport o'yinlari. Tabiatda o'ynash, masalan, yugurish, sakrash yoki velosiped haydash, bu jarayonlarning barchasi o'quvchilarda jismoniy rivojlanishni mukammal darajada kechishiga yordam beradi. Aqliy tarbiya bu aqlni rivojlantirish maqsadida yosh avlodga muntazam va maqsad asosida pedagogik ta'sir ko'rsatishdir. Demak, aqli keng ma'noda sezish va idrok etishdan boshlab, to tafakkur va xayolni o'z ichiga oladigan birish jarayonlari yig'indisi bo'lib, u yosh avlodning insoniyat to'plagan bilimlar, ko'nikmalar va malaka, me'yorlar, qoidalar va boshqalarda muhim rol o'ynaydi. Tabiatdagi xususiyatlar va sog'liq. Tabiatda bilish jarayonlarida bu havoning tozaligi, tabiiy mikroklimatik sharoitlar bolalarda organizmning immun tizimini mustahkamlashga yordam beradi. Estetik tarbiya va tabiatning roli. Tabiat bolalarni estetik sezgilari va go'zalliklarini anglash, rivojlantirish hamda kattalarga taqlid qilish orqali estetik tarbiya ham shakllantirib boriladi. Bilamizki, estetik tarbiya bunday bolalarda ularni nafosat, did kabi ko'nikmalarni shakllantirishda juda ham katta yordam beradi. Endi bu mavzuga keladigan bo'lsak, estetik tarbiyada tabiatning o'rni, rang-barang mustaqillik va shakl. Tabiatda rang-baranglik, shakllilik va tuzilmalarning boyligi bolalarning rang sezgilari va tasavvurlarini rivojlantiradi. Ular o'simliklarning go'zalligini, gul va barglar ranglarini, hayvonlar tuzilishini o'rganib, estetik sezgilarni rivojlantirib boradi. Tabiatning muvozanati va go'zalligi.
tabiatdagi tinchlik, uyg'unlik shakllari, shuningdek bu tuzilmalarning o'zaro bog'liqligi go'zalliklarga nisbatan sezgilarni oshiradi, shuningdek go'zallikka bo'lgan hurmatni oshirib boradi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning xotirasi ko'pincha beixtiyor tarzda bo'ladi. Shuningdek, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning aqliy rivojlanishida xayol muhim o'rin egallaydi. Xayol bola hayotida jarayonida, uning faoliyatida, ta'lim va tarbiya ta'sirida tarkib topadi. Bolalarning xayoli va syujetli o'yinlar o'ynay boshlaganda, kattalar qiziqarli ertaklar aytib berganda, o'sha ertaklarga qiziqish orqali dastlabki alomatlar paydo bo'lishi albatta barchamizga ma'lum. Tabiatdan ilhom olish. Tabiat bolalarni san'atkorlik faoliyatiga ilhomlantiradi. Bolalar tabiatda ko'rgan narsalarni chizishadi, tasvirlashadi va musiqa yaratish orqali o'z estetik qobiliyatlarini o'stirib borishadi. Shunday ekan, bolalarning hamma jabhalarida, har qanday rivojlanish sharoitlarida bola uchun tabiat juda ham muhim o'ringa ega. Ularning estetik, jismoniy, aqliy, umuman barcha rivojlanish jarayonlarida biz tabiatni, atrof muhitni kerakli omil sifatida oladigan bo'lsak, bu juda ham to'g'ri tanlov bo'ladi. Tabiat va mehnat tarbiyasining ahamiyati. O'simlik va hayvonlarga g'amxo'rlik qilish. Tabiatda bolalar o'simliklarni ekishi, ularni parvarishlashi, hayvonlarga e'tiborli berish, ularga mehr-muhabbat ko'rsatish. Bunday bolalar mas'uliyatni oshiradi va o'z ishiga ehtiyotkorlik bilan yondashishni o'rganadi. Bog'dorchilik va tabiatni parvarishlash. Tabiatda mehnat qilish, masalan, bog'ni parvarish qilish, o'simliklarni sug'orish, ekish va boshqa jarayonlarni o'z ichiga qamrab oladi. Demak, bugungi mavzuimiz yuzasidan bugungi ma'ruza tugadi va keyingi safar ko'rishguncha xayr. Javob berdik. Voy,